Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, agar ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki yaqin qarindoshingiz 6 yosh atrofida bo'lsa, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz shart. Chunki bu mavzu faqat pensiya yoshidagilarga emas, hozirdanoq ish staji, hujjatlari, sug'urta badallari va rasmiy daromadi bilan bog'liq muammosi bor har bir odamga tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Oldin qanday edi? Hozir nimalarga alohida e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Eng muhimi, siz bugundan boshlab qanday hujjatlarni tekshirishingiz, qayerga murojaat qilishingiz va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilishingiz kerakligini aniq bilib olasiz. Videoni hozirroq saqlab qo'ying, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ertaga pulini, huquqini va yillar davomida qilgan mehnatini yo'qotib qo'ymaydi. Men ko'p yillardan beri fuqarolarning pensiya, nafaqa, ish staji, mehnat daftarchasi, daromad va hujjatlar bilan bog'liq savollarni kuzatib kelaman. Eng katta muammo shundaki, odamlar pensiya haqida odatda juda kech o'ylashadi. Ko'pchilik 6 yoshga yaqinlashganda yoki ish joyidan ketmoqchi bo'lganda hujjatlarni yig'ishni boshlaydi. Ana shunda ma'lum bo'ladiki, bir joyda ish staji noto'g'ri yozilgan, boshqa joyda buyruq nusxasi yo'q. Yana bir davrda odam norasmiy ishlagan, ish haqi bazaga tushmagan yoki arxidan ma'lumot topilmayapti. Oldin ko'pchilik faqat mehnat daftarchasiga ishonardi. Daftarchada muhr bo'lsa, ishga qabul qilingan va bo'shatilgan sanalar yozilgan bo'lsa, hammasi joyida deb o'ylardi. Lekin bugungi tizimda faqat qog'oz hujjat yetarli bo'lmasligi mumkin. Elektron bazalar, soliq hisobotlari, ish beruvchining rasmiy ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlari va boshqa manbalar ham muhim bo'lib bormoqda. Mana shuning uchun bu masala ko'pchilik uchun shok bo'lib ko'rinadi. Aslida qonun yoki tartibning maqsadi odamni qiynash emas, tizim aniqroq qilish. Lekin oddiy fuqaro vaqtida tayyorlanmasa, o'z haqini isbotlashda qiynalib qoladi. Masalan, odam 25 yil qurilishda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin u davrning 7 yili rasm hujjatda ko'rinmasa, pensiya hisobida u mehnat yo'qdek chiqish ehtimoli bor. Bu esa nafaqat pensiya miqdoriga, balki ayrim hollarda pensiya olish huquqining o'ziga ham ta'sir qiladi. Endi o'zgarayotgan eng muhim narsa shuki, davlat organlari hujjatlarni tobora ko'proq elektron ma'lumotlar orqali tekshirmoqda. Fuqaro aytdi, qo'shni tasdiqladi, eski rahbar bilardi degan gaplar amaliyotda yetarli bo'lmaydi. Har bir yil, har bir ish joyi, har bir daromad imkon qadar hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Shuning uchun men bugun sizga vahima emas, tayyorgarlik kerakligini aytmoqchiman. Eng avvalo 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan fuqarolar alohida e'tibor berish kerak. Nega aynan shu yosh oralig'i? Chunki 40 yoshdan keyin odamning pensiya uchun asosiy mehnat tarixi shakllanib bo'lgan bo'ladi. Lekin xatolarni tuzatish uchun hali vaqt bor. 55 yoki 6 yoshga kelganda esa vaqt kam qoladi. Arxivga so'rov yuborish, eski korxonani topish, sud orqali faktni tasdiqlatish yoki yetishmayotgan hujjatni tiklash ancha murakkablashadi. Masalan, 45 yoshli erkak 1998 yildan 2006 yilgacha kichik sexda ishlagan. O'sha paytda maoshi naqd berilgan. Mehnat daftarchasiga yozuv kiritilgan, lekin korxona keyin yopilib ketgan. U hozir o'ylaydi, daftarcham bor bo'ldi. Lekin pensiya hisoblash vaqtida arxivda korxonaning ish haqi vedomoslari bo'lmasa, ayrim davrlar bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun bunday odam hozirdan o'sha korxona qayerda ro'yxatdan o'tganini, arxivga hujjatlar topshirilganmi, mehnat daftarchasidagi muhr o'qiladimi, ishga qabul qilish va bo'shatish sanalari aniqmi? Shularni tekshirish kerak. Yana bir misol, 22 yoshli ayol 10 yil bozorda savdo qilgan, keyin 12 yil maktabda farrosh bo'lib ishlagan, undan keyin yana xususiy firmada ishlagan. U o'ylaydi, men butun umr ishladim. Lekin pensiya tizimi butun umr ishladim degan umumiy gapni emas, rasmiy tasdiqlangan davrlarni ko'radi. Bozordagi faoliyat yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tganmi? Soliq to'langanmi? Tegishli davrlar hujjatlarda aks etganmi? Bular hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, ko'p yil norasmiy ishlaganlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida o'chirilgan, tuzatilgan, noto'g'ri muhr bosilgan yoki sanalari chalkash yozilganlar.
Uchinchidan, ishlagan korxonasi yopilib ketganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlagan, lekin bu davrni qanday tasdiqlashni bilmayotganlar. Beshinchidan, tug'ruq ta'tili, bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish davri yoki imtiyozli staj masalasida hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Kimlar ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Agar siz butun faoliyatingizni rasmiy ish joylarida o'tkazgan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun barcha hisobotlarni topshirgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz va elektron ma'lumotlaringiz mos kelsa, ish haqi va staj bo'yicha uzilish bo'lmasa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki eng tartibli odamning hujjatida ham oddiy texnik xato bo'lishi mumkin. Familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan. Ishga qabul qilingan sana bir joyda mart, boshqa joyda 10 mart bo'lib qolgan. Kichkina xato katta muammoga aylanishi mumkin. Oddiy raqam bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Odamning umumiy tasdiqlangan staji 24 yil 8 oy chiqdi. Lekin pensiya uchun unga 25 yil kerak bo'layotgan bo'lishi mumkin. Agar mehnat daftarchasidagi 4 oylik davr noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, odam ortiqcha yuguradi. Arxiv qidiradi, asabiylashadi. Agar u buni 5 yil oldin tekshirganda muammoni tinch hal qilgan bo'lardi. Yana pensiya miqdori masalasini olaylik. Odam 20 yil ishlagan, lekin faqat minimal maosh bilan rasmiylashtirilgan. Aslida ko'proq olgan, ammo rasmiy daromad past ko'rsatilgan. Pensiya hisobida og'zaki maosh emas, rasmiy daromad muhim bo'ladi. Demak, bugun yuqori maoshni konvertda olib, rasmiy qog'ozda past ko'rsatishga rozi bo'layotgan odam ertaga o'z pensiyasini kamaytirayotgan bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, menda mehnat daftarchasi bor. Demak, hammasi hal degan fikr. Yo'q, har doim ham emas. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar to'g'ri o'qilishi oson, muhr va imzolar tartibli bo'lishi kerak. Agar korxona nomi noto'g'ri yozilgan, muhr xira, sana ustidan chizilgan yoki buyruq raqami yo'q bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, korxona yopilgan bo'lsa, endi hech narsa qilib bo'lmaydi degan fikr. Bu ham doim to'g'ri emas. Ko'p korxonalar yopilganda hujjatlari davlat arxiviga yoki tegishli idoraviy arxivga topshirilgan bo'ladi. Siz arxivga so'rab yuborishingiz mumkin. So'rovda korxona nomi, taxminiy ish davri, lavozim, eski manzil, rahbar nomi bo'lsa, izlash osonlashadi. Agar hujjatlar topilmasa, ayrim hollarda sud tartibida yuridik faktni belgilash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu oddiy jarayon emas, dalillar kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat. Ayollarning bola parvarishi davri. Ko'p onalar bir necha farzand tarbiyalagan, uzoq muddat uyda bo'lgan. Bu davrlarning pensiya stajiga qanday kiritilishi masalasi amaldagi qonunchilik va hujjatlar bilan bog'liq. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, mehnat ta'tili buyruqlari, ish joyidan ma'lumotnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarish haqidagi hujjatlar juda muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayol turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, barcha hujjatlarda bir shaxs ekanini isbotlash uchun nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishi haqidagi ma'lumot kerak bo'ladi. To'rtinchi tuzoq. Chet elda ishlaganlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlagan. Lekin u yerda rasmiy shartnoma bo'lmagan, patent yoki ruxsatnoma bo'lmagan. Ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilmagan bo'lsa, bu davrni pensiya tizimida tan oldirish qiyin bo'lishi mumkin. Agar chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlar, tarjima va konsullik tasdiqlar kerak bo'lishi ehtimoli bor. Har bir davlat bilan tartib farq qiladi. Shuning uchun bu masalani oldindan aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Odam rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin, lekin to'lovlar o'z vaqtida qilinganmi? Faoliyat davri uzluksizmi? Qarzdorlik bo'lmaganmi? Bular muhim. Masalan, odam 8 yil tadbirkorlik qilgan, lekin ayrim yillarda majburiy to'lovlarni amalga oshirmagan bo'lsa, u davrlarning hisobga olinishi bo'yicha savollar tug'iladi. Shuning uchun tadbirkorlar soliq organlaridagi shaxsiy kabinetini, to'lov tarixini, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotlarni tekshirishi kerak. 6-tuzoq. Menga 25 yosh, pensiyaga uzoq degan beparvolik. Men aynan kerim yoshdan oshganlarga bugun harakat qilishni maslahat beraman. Chunki eski hujjatlarni topish vaqt o'tgan sari qiyinlashadi. Korxona rahbarlari almashadi, arxivlar ko'chadi, hujjatlar eskiradi.
Guvohlar boshqa joyga ketadi yoki vafot etadi. Bugun topiladigan ma'lumot 10 yildan keyin topilmasligi mumkin. 7-nozik jihat. Pasport ma'lumotlari, joy shashir, familiya va tug'ilgan sana. Elektron tizimlarda bitta raqam yoki har xato bo'lsa, ma'lumotlar bir-biriga ulanmay qolishi mumkin. Masalan, bir ish joyida fuqaroning familiyasi Karimova deb yozilgan, boshqa joyda Karimova deb kiritilgan. Oddiy ko'ringan bu xato elektron bazada ikki xil shaxsdek ko'rinishi mumkin. Shu sababli barcha ma'lumotlarni bir xil, aniq va hujjatdagi shaklda yuritish zarur. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, JSHR, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalari, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, tadbirkorlik guvohnomalari, soliq to'lovlari, chet eldagi ish shartnomalari bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ish joyida 3 ta narsa aniq bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana, lavozim ishdan bo'shatilgan sana, muhr bormi, imzo bormi, buyruq rasmiy yozilganmi, korxona nomi to'liqmi, tuzatishlar yo'qmi, shularni tekshiring. Agar biror joyda xatolik ko'rsangiz, keyin ko'raman demang. Hozir o'sha ish joyi bor bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov tayyorlang. 3-qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Buning uchun tegishli davlat xizmatlari markaziga borishingiz yoki mavjud elektron xizmatlar orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin. Agar elektron tizimda ish stajingiz, ish joylaringiz yoki to'lovlaringiz ko'rinmasa, buning sababini aniqlang. Har doim ham tizimda ko'rinmasligi huquqingiz yo'q degani emas. Lekin bu signalni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. 4-qadam. Ish beruvchingizdan ma'lumot oling. Agar hozir rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, buxgalteriya yoki kadrlar bo'limidan siz uchun rasmiy to'lovlar amalga oshirilayotganini, ish haqi to'g'ri ko'rsatilayotganini, mehnat shartnomangiz rasmiy tuzilganini tekshiring. Ayniqsa xususiy sektorda ishlayotganlar bunga jiddiy qarash kerak. Aka, sizni rasmiy qilganmiz degan og'zaki gap yetarli emas. Hujjatda ko'ring. 5-qadam. Arxivga murojaat qilishni o'rganing. Arxivga yoziladigan so'rovda aniq ma'lumot bo'lishi kerak. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari. Ish haqi vedomoslari yoki stajni tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yoziladi. Imkon qadar eski korxona manzili, bo'lim nomi, rahbar yoki bosh hisobchi ism familiyasi. Taxminiy buyruq sanasi kabi ma'lumotlarni qo'shing. 6-qadam, familiya o'zgargan bo'lsa, zanjirni tiklang. Masalan, ayol maktabda qizlik familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqib boshqa familiyaga o'tgan. Keyin ajrashgan yoki yana familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda hujjatlarni bog'lovchi dalillar bo'lishi shart. Nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, familiya o'zgarishi haqida ma'lumot. Aks holda eski stajni aynan sizga tegishli ekanini isbotlash qiyinlashadi. 7-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugunoq vaziyatni o'zgartiring. Men buni juda jiddiy aytyapman. Hozir qo'lga biroz ko'proq pul olish uchun rasmiylashtirilmasdan ishlash ertaga katta yo'qotishga olib kelishi mumkin. Rasmiy ish staji, rasmiy daromad, sug'urta to'lovlari va soliq hisobotlari sizning kelajakdagi huquqingizni himoya qiladi. Ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzishni talab qiling. Agar shartnoma tuzishdan bosh tortishsa, bu joyning xavfini tushuring. 8-qadam, maslahatni faqat qo'shnidan emas, rasmiy manbadan oling. Mahalla, qo'shni, tanish buxgalter foydali gap aytishi mumkin, lekin yakuniy qarorni rasmiy tartib belgilaydi. Pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, soliq organi, arxiv yoki malakali huquqshunosdan yozma yoki hujjatli javob olishga harakat qiling. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. 9-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini qiling. Qog'oz nusxa ham, telefoningizda skaner qilingan elektron nusxa ham bo'lsin. Fayllarni mehnat daftarchasi, diplom, nikoh guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi deb nomlab saqlang. Yaqin farzandingiz yoki ishonchli odamingizga ham qayerda saqlanganini ayting. Ko'p odam hujjatni yo'qotgani uchun emas, qayerga qo'yganini bilmagani uchun qiynaladi. 10-qadam. Agar xato topsangiz jim turmang. Masalan, ish stajingizda 3 yil yo'q, korxona nomi noto'g'ri,
tug'ilgan sana xato yoki ish haqi ma'lumoti chiqmayapti. Darhol yozma, murojaat qiling. Murojaat qilganda 2 nusxa tayyorlang, birini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqamni qo'ydirib olasiz. Elektron murojaat qilsangiz, javob raqamini saqlang. Bu keyin sizga dalil bo'ladi. Keling, uchta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. 6000 yoshli erkak pensiyaga chiqmoqchi. U 3 yil ishlaganini aytadi. Lekin tekshiruvda 6 yil norasmiy qurilish brigadasida ishlagani, 4 yil esa yopilgan korxonada hujjatlari to'liq emasligi aniqlanadi. Natijada uning tasdiqlangan staji kutilganidan kam chiqadi. Agar u yaqin yoshda hujjatlarni tekshirganida arxivdan ma'lumot olishi, guvohlik dalillarini yig'ishi, eski ish beruvchini topishi mumkin edi. Ikkinchi vaziyat. Agar 7 yoshli ayolning mehnat daftarchasi bor, lekin 2 farzand tug'ilgandan keyingi ta'til buyruqlari topilmayapti. Familiyasi ham 2 marta o'zgargan. U pensiya masalasida murojaat qilganda undan qo'shimcha hujjatlar so'raladi. Agar u oldindan farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh va familiya o'zgarishi hujjatlarini tayyorlab qo'yganda jarayon ancha yengil kechardi. Uchinchi vaziyat. 28 yoshli tadbirkor o'zini men 20 yildan beri ishlayman deb hisoblaydi. Lekin soliq to'lovlari tarixini tekshirsa, ayrim davrlarda faoliyat to'xtatilgan, ayrim oylar bo'yicha qarzdorlik bo'lgan, ba'zi ma'lumotlar to'liq emas. Demak, u hozirdanoq shaxsiy kabinetini tekshirishi, qarzdorlikni yopishi, faoliyat davrlarini aniqlashtirish kerak. Aks holda pensiya yoshiga borganda men bilmagan edim degan gap yordam bermaydi. Bu misollardan ko'rinadiki, masala faqat bir qonun yoki bitta yangilik haqida emas. Masala sizning butun mehnat tarixingiz hujjatda qanday aks etganida. Davlat tizimi qanchalik elektronlashsa, tartib qanchalik kuchaysa, hujjatning roli shunchalik oshadi. Bu yomon emas. Bu adolatli hisob-kitob uchun kerak. Lekin tayyor bo'lmagan odam uchun bu og'riqli bo'lishi mumkin. Mendan ko'p so'rashadi. Agar mehnat daftarcham yo'qolgan bo'lsa nima qilaman? Bunday holatda vahima qilmang. Lekin darhol harakat qiling. Avvalgi ish joylaringizga, ularning huquqiy vorislariga yoki arxivga murojaat qiling. Ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomotlari, shaxsiy kartochkalar yoki boshqa hujjatlar asosida stajni tiklash mumkin bo'lishi ehtimoli bor. Yana so'rashadi, agar ish beruvchi meni rasmiylashtirmagan bo'lsa nima qilaman? Bu murakkab holat. Agar sizda mehnat shartnomasi, ish haqi olganingizni tasdiqlovchi hujjat, yozishmalar, guvohlar yoki boshqa dalillar bo'lsa, huquqiy yo'l bilan masala ko'tarilishi mumkin. Lekin eng to'g'ri yo'l bunday vaziyatga tushmaslik. Ishni boshlagan paytda shartnomani talab qilish kerak. Yana bir savol, rasmiy maoshim past ko'rsatilsa nima bo'ladi? Bu sizga bugun qulay ko'rinishi mumkin, lekin kelajakda pensiya hisobida zarar qilishi mumkin. Bundan tashqari, kredit, subsidiya, ijtimoiy to'lovlar va boshqa masalalarda ham rasmiy daromad muhim. Shuning uchun men har doim rasmiy daromadni to'g'ri ko'rsatishni maslahat beraman. Bugungi gapning asosiy ma'nosi shuki, pensiya va staj masalasini pensiya yoshiga yetganda emas, hozirdanoq tekshirish kerak. Ayniqsa ko'ttum yoshdan oshganlar, 25 yoshga yaqinlashayotgan ayollar, 60 yoshga yaqinlashayotgan erkaklar, norasmiy ishlaganlar, korxonasi yopilganlar, chet elda ishlaganlar va tadbirkorlar bu masalaga jiddiy qarashi zarur. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni tayyor bo'lishga chaqiryapman. Hujjatlaringizni tekshiring, xatolarni hozir tuzating. Rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Arxivga vaqtida murojaat qiling. Ish beruvchingizdan hujjat talab qiling. Chunki ertangi pensiya bugungi rasmiy staj, bugungi to'lov va bugungi tartibli hujjatdan boshlanadi. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmadi? Qaysi idoraga murojaat qildingiz? Muammo qanday hal bo'ldi? Sizning tajribangiz boshqa bir vatandoshimizga yordam berishi mumkin. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ish staji va huquqlaringiz bo'yicha yana eng muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman.